Bugun kunga yakshanba, bozor. Bozor kuni Indasnoy shu stroykamiz. O'ylanib bir xabar olamiz. И plus еще bugun bozor kuni yo'llar bo'sh. Tverda 77 gektar yerimiz bor. Shuni borib videoga syomka qilib qo'ysak bo'ladi. Bugun planlar shunday. Ertalab sazon, obedda stroyka uy, a kechqurun уже qurmoqchi bo'lgan glamping va fermamiz 77 gektar yerni ziyorat qilish. Что, поехали? Yo, sizlar bilan O'tkir Po'latov. Kanalga obuna bo'lasizmi, bo'lmaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring. Assalomu alaykum. Yaxshi. Assalomu alaykum. Sog'lik. O. Iyulda soyaqa qolgan. Shundaymi? Shu zabor bilan birga. Premyerada. Stollar chiqib devor ko'tarishni boshlagani где-то avgust o'rtalari. Уже sentyabr oxirida, adashmasam, oktyabrda уже usti yopilib bo'ladi. Fasadi этот утеплителlar qilib. Mana shu turishiga qancha ketdi aka? Men o'ylayman 3 milliondan oshib ketdi. 3 milliondan oshib ketdi. 3,5 ga borgan yo'q. Yo'q. Bu charmskiy. Bir yer чисто uyi o'zi. Da. 1,5 million чисто material ketadi. Material olib mebellarigacha olib kirsam agar, hamma mebellari bilan kiraman, men yashayveraman. 1,5 million, 1 million 200 ming hisobladim o'zimcha. Hayotda yashayotgan kerakli narsalarda endi. Oddiy va samimiy bo'lish kerak. Qisqasi, короче, kuzatishda davom etasizlar. Da, будет интересно. Ko'nglimizdan chiqarib, qo'limizdan kelgancha atmosferani передать qilishga harakat qildik. Voy. Xudo xolasa tez kunlarda bitsa, yozda mana shu yerda xudo xolasa bitgandan keyin полностью mebellari bilan qayta kuxnya turibdi, qayta vanna qanday tushdi, spalni qanday tushdi, katta hol 3,5 metrlik потолок bilan qanday оформить qilindi, lestnitsalar, men lestnitsani очень intizorlik bilan o'zim kutyapman, потому что lestnitsa ham lestnitsa bo'lish kerak bu safar. Yo'q. Ha, hoji. Xudo xolasa. Qoplaymiz. Shuni hammasini ko'rsatib beramiz. Da. Svet bor, svet. 77 gektar, suvi ikkita tarafi obodonlashtirish kerak. Mana shu suvi ikkita tomoni. Bu tarafi ham, bu tarafi ham. Mana bu yerda yo'l. Mana bu yerda svet bor. Mana bu transformator. Почти hamma narsa bor. Moskvadan 2 soat. Platni daragodan 2 soat yurdik, bu yerga yana 40 minut yurdik-da. 1 soat 20 minut plus 40 minut. 2 soat yurildi. Yana drondagi kadrni tomosha qilishlaring mumkin. Yaqinroq keling. Dronga bu yerga ulovorasiz, короче.
Biz bu yoqqa kelishimizdan maqsad mana shu yer bizga tegishli, shu yerni bir nima qilmoqchimiz bu yil. Qancha bu o'sha ikkita angar qurib, 50 ta qo'yga, 50 ta molga joy. Yoz oylari. May, iyun, iyul, avgust, sentyabr. Shu kecha bilan oktyabrda yig'ishtirib oladigan qilib, shu katta joy o'raymiz. Orasiga bitta samonxona, yemxona, suv tortib kelamiz. Yo pastdan olamiz suvni prutdan yoki kolodez kavlanadi. 77 gektar ikkita tarafi. Suv ikkita tarafi 77 gektar. Bir tarafini oladigan bo'lsak, bir tarafi 34-35. Ashadda bir 5-6 ta angar quramiz. Shaqa mol qo'ylar olib kelamiz. Kuzatinglar, ko'ringlar, bilinglar. Nima qilayotganimizni chin ko'ngildan bo'lishyapmiz. Hozir mana bugungi kun mart. Ro'za tugayapti, xudo xolasa. May, iyunlarda bu yerda o'sha katta kontentlar bo'ladi. Traktorlar keladi, mol qo'ylar keladi. Mol qo'ylar so'yiladi. Mana shu joylarda sharoitlar qilinadi. Xudo xolasa. Bu qo'yiki emas, molniki emas, bu nimaniki endi? Bu qumaloqchasi ham kattaroq. Otniki ham bunday bo'lmaydi. Kim tanidi mana bu? Qumaloqchalarni. Bu nimani qumaloqchasi bu? Bilganlar kommentariyaga yozsin, kim topsa nimani qumaloqchasiligini kartasiga 5000 tashlab yuboramiz.